Aka, men sizga 3 ta o'yinchini aytaman. Siz qaysi biri Realga kerakligini aytasiz. Boshladik. Gvardiol, Schlotterbeck, Bastoni. Bastoni. O'zi eng qimmat variant bu Gvardiol, ammo oladigan bo'lsak, shunaqasini olish kerak, chunki undan yaxshiroq variantni men hozirda ko'rmayapman. Fernandes, Vitinha, Nico Pas. U hammasi har xil narsalar maydonda bajaradi. Nico Pas allaqachon jamoamizga kelyapti. Menimcha, Babram Vitinha'dagi o'ynaydigan o'yinchi bizga kerak. Alisa, Due, Kvaratskhelia. Yurak Babram Kvaratskheliyani xohlayapti, lekin menimcha Alisa yaxshiroq. Ammo narxi ham ancha-muncha qimmat bo'ladi. Duechi? Yo, Duega hali bor. Duega hali 1-2 yil o'ynash kerak. Xo'p, Yurak Babram Kvarani istaydi. Sizchi qaysi birini tanlagan bo'lardingiz? Izohlarda yozib keting.